video qilib olib chiqishi mumkin-da, tushunyapsizmi? Ha, bitta xatoingizni tushunayapti. Karisda ham odamlik haqqi bor sizlarda. Mana karis haqqini yeymiz deyapsizlar-ku. Sizlar kimdir aytishi mumkin. Masalan, karis 8 gacha ishlar desa, sizlar 750 gacha ishlab qog'ozga 8 deb yozib qo'yasizlar-a? 10 minut karis haqqini yeyorasizlar, to'g'rimi? Ha? Shu 10 minut karis haqqini yeganliklaring javob berasan o'sha. Ha, uni haqqi u. Odamlik haqqi bor. Tushuntiradimi? Karis bo'lsa ham, buni haqqini yorish kerak degani emas. Karis ham odammi? Xitoy ham odammi? Nemis ham odam, ingliz ham odam, hamma odammi? Hamma odam paydo bo'lgan? Yo, odam faqat musulmonlar paydo bo'lgan? Hamma paydo bo'lganmi? Demak, odamlik haqqi bor, tushunyapsizmi? Bu karis bu, kofir bu, it karis bu, unaqa bu, dvormi? Shunaqa tushunchali yurgan odamlar bor-da. Inson sani men o'shani ham karisda ham masalan, bu meni akam desam, ana ko'rdingmi? Bu musulmon ham bas ekan deb chiqadi hozir bittasi. Savollar beringlar, kimdan savol bor? Men aqlim yetgan narsaga uni farosati yetmayapti. Men nimani gapiryapman? Uni meni gapiryapman. Saviyani ko'ryapsiz, qatta-qatta ketyapti. Nima savol? Men aytyapmanki, odam atoni bolasi bu. Odam bu. Hayvon bas, begemot bas, ko'rshapalik bas. Bu odam. Xitoymi, nemismi bu odam. Odamlik haqqi bor. Menda. Odam bu, deyapman. Odam atodan tug'ilgani uchun, mendan bir kun erta tug'ilgani uchun akam bo'ladimi? Ha? Odamlik haqqi bo'ladi. Unga aytyapman-da hali gapni ichida. Bu meni ukam, ana opam, uni ham opam. Sen ham ukamsan, uka? Oting nimasan? Azbi ham ukam. Sizmi? Aslbi ham ukam degan ma'noda, u meni ukam desam, ana bo'lmasam gap. Undan oldin siz yaxshi bo'lasiz, men sizni bilaman deb turib, ana deyapti. Unaqa odam bilan men gaplashar olmayman. Tushuntiryapman? Men uruyingman, meni gapiryapman. Men qanaqa ko'ngildagi odamman? Bu qanaqa ko'ngilda menga gapiryapti. Men maza qilmadim. Men savoliga javob beryapman, lekin haligi u mavzu, uni tushunchalari va shu boshqa narsaga nastroyka qilingan. Meni fikrlashim boshqa narsaga nastroyka qilingan. Tushunyapsizmi? Nima deyapti? Men ham biz ikkalamiz tushlarkan. Men ham gapirsam maylimi? Nima deydi? Kommentariyani o'qish kerak. Ha, mayli. Kommentar turtqasini o'qing. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar? Men ham shu odamga bitta savolim bor edi. Mabodo Koreyada shu qiz yonib ketsa nima bo'lardi o'rtoqlar? Shu savol juda meni qiynayapti. Biz ham onamizda 5 ta bolam bor meni. Mabodo shu qiz Koreyada yonib ketsa, nima bo'lardi? Nima bo'lardi? Nima bo'lardi? Biz morgga borganda nima deyishdi bizga? Endi bularga hisob kitob qilib javob beramiz. Biz o'zi javob berishimiz shart emas. Kim advokat, kim advokatni bursin olgan joyimiz yo'q. Hammasi mana shu yerda kim urg'o qilyap turgan bo'lsa, kimki tuhmat qilyap turgan bo'lsa, hammasi qonun oldida javob beradi. Endi o'rtoqlar, agar biz yashirgan bo'lsak, mana sira olib ketib O'zbekistonda hal qilinglar. Mana shu ayol bilan birinchi marta men morgga borishganimda ko'rishdim. Morgga borgandim. Endi hamma javob berasan. Agar men batta Sherzod bilan, Avaz bilan tanish bo'lganimda, Sherzodni ko'rganman. Nozimani narsalarini yig'ishtirib ketyap turganda sevishganlar. Ey, sevishma. Bo'lmaydi, bu bo'ydoq bola, sen bo'lmaysan. Qo'y, ertaga seni o'ynab tashab ketadi deb aytgan. Sherzod, ha bo'ldi, opa, biz o'zimiz bilamiz degan. Nozima aytgan, biz ham baxtli bo'lishga haqqimiz bor deb. Ha, bo'pti, pожалуйста, baxtli bo'l deganman. O'rtoqlar, mana shunaqa evaziga bizga otilayotgan tosh uchun biz yaxshilik qilishga qo'rqib qoldik. Hali men qilgan, rostdan. men hali yordam berganim, opa bo'lib yig'lab borganim, militsiyaga yig'lab gapirganlarim, agar yolg'on bo'lsa, Alloh taolda javob beraman. Va onasini ham tanimas edim. Onasini Nozima bilan telefonda doim gaplashib turganini
Uda gaplashib turgan uradi. Baloga qolgan Avazbek, biz bo'ldik baloga qolgan. Prosta u qizam baxtli bo'lishni ham xohladi. Ana shu O'zbekistondagi onasini Sizga nima ayb endi? Onasini o'sha gapiga kirishni ham xohladi. O'rtada arosatda ketdi u qiz. Men shunday deb o'ylayapman. Men aytyapman, opasiman dedimmi? Dokumentimni Bu ko'rsatgan. qiz uchun men nima yugurdim? Nimaga men ikkinchi marta onasi o'shanaqa, men onasiga aytdim, ha bo'pti opa. Batdagilarga aytdim, gapirishma, yomon dema, o'chir videolarni, olib chiqishma, masala qilma deb internetda gapirishyapti, gapirtirmasdan yurdim. Ey, men Avaz bilan tanisham edim, buni Sherzodni tanishi ham emas edim men. Bir musulmon ayol. Nozi uchun men Ayol uchun. o'rnimdan sakrab turib ketdim, Avaz video qo'ygan ekan, o'sha shishani otganini. Men Avaz bilan gaplashganlarim ham bor. Boshda urushganmiz. Rosa urushganmiz shu bo'ladi. Politsiya bilan mana o'sha yerda. Hali meni uchun bo'lyapti turgan tuhmatlar. Alloh bilsin. Meni har bir kunim o'sha Nozimani oldiga borib, morgga borib kelib, o'sha videolar chiqqandan beri tinchligim buzilgan men. Uyqu yo'q, Man. ishlamayman. Dashi o'qatam yolganim yo'q. Hali qarab turinglar, mana shu haqiqat kelib chiqadi-da, qonunga javob berasizlar. Hammasi javob. Mama Roza degan odamlar ham javob berasizlar. Mana shu Koreyada kelinglar. Bar. Mana shunaqa bar ochib, men barim bor. Tirikchilik qilishim kerak, bola boqishim kerak. Kelinglar o'sha barga tomosha qilinglar. Qani o'sha barda gapiryapsizlar. Jalabxona, qo'shmaxona qana bo'lishini ko'ringlar manada. Men kamerani ochib ko'rsataman. Menga tuhmat qilyapsizlar-da, Mama Roza deb. Ana shu gapiryap turganlar ham borku, onasi bor, singlisi bor, kimi bor, hammasi xudoga soldim men. O'rtoqlar, bizda faqat niyat yaxshilik bo'lgan. Bir Men ayol masalan chin dildan aytaman, hamma narsani yolg'onlashtirmay, bo'ynimga qilich kelsa ham to'g'ri gapiraman. boshda. Mana shu joy qo'shmaxonaga o'xshaydimi? Ha? Gapiringlar. Ana bolalarim ham beka yugurib yuradi, o'yin qilib. Ana ko'ringlar, shu qo'shmaxonaga o'xshaydimi? Hali hamma javob bersin. Ana qo'shmaxona bo'lsa nimaga qo'shmaxonaga o'xshamaydi? Odamlarning gapiga ishonib, men efir ochsam, meni dushmanlarim ko'pda. Men albatta nimaga? O oldingi videoni olib turib qilib qo'yapti. Men baqirganim videosini ikkita haromlar chiqarib yuborganda. Chiqarib yuborgandan keyin u ancha bo'lib ketdi-da, men boshimdan operatsiya bo'ladigan 3 kun qolganda meni tuhmat qilishi, asabiylashtirishib, men efir baqirganim zapis qilishtirib chiqarib tarqatishib yuborgan. Endi yaqinda yana bitta bo'lyapti. Mama Rozasan. Ha, men Mama Rozaman. Hamma davlatdan olib kelib, hammani ishlataman. Hamma ishlab ketgan deb gapirgan, jahl ustida gapirgan gapimni ham zapis qilib o'sha joyini yana qo'yib yuborishgan. Odamlarga nima kerak? Like kerak-da. Men masalan o'sha meni qo'yib yuborgan odam hayotda ko'rmagan. Nimaga menga o'shanaqa gaplarni gapirib, hali dokazati yo'q, u narsani nimasi yo'qlarni chiqib olib, keyin meni dushmanlarim gapirgan gapni Mama Roza deb gapiryapti u. Amerikada o'tirib olib. Hali men Amerika fuqarosiman deyapti. Amerika fuqarosiman. Menga tega olmaysan, ustimdan yoza olmaysan deb o'ylayapsan. Qonunda oldida javob berasan sen. Hali o'sha dokazating bilan kelib, qani Mama Rozalik qilganimizni dokazating hujjat bilan ko'rsin deyapti menga. Emas. O'rtoqlar, bizni maqsadimiz yordam berib, yomon bo'ldim. Yordam berish edi maqsadimiz. Bir musofir yurtda ayolli o'yliga ko'chaga qolib ketmasin, yonib ketmasin. Maqsadimiz shu edi. Meni vakolatimsiz dokument navernis bermasa, u morgga borib menga ko'rsatmaydi. Politsiya ham bizga bu ish bo'yicha umuman ma'lumot bermaydi. Birinchidan, men Koreya fuqarosiman. O'zbek odamlar uchun majbur emasman yugurishga, lekin o'zbeklar uchun men jonimni berib yugurdim shu qiz uchun. Bir hafta uxlamadik, benzin qildik, yeb ichdik, xarajat qildik. G'ing deganimiz yo'q. Bir joyda 100 so'm olgan bo'lsak, davay yozsin ustimizdan. Undan keyin men onasi o'sha kuni morgga kirib, ruxsat olib, men filmni ko'raydi. O'sha politsiya даже Avazbek qilib ketmaganini, men aybdorlarning orqasida adresim borligi uchun mana men olganman videoga buni.
Ona desa ham olganman. Onasi bizni olmaydigan onasi bilan gaplashgan gaplarimiz ham. Biz kimmiz o'rtoqlar? Biz nima ekspertmizmi, politsiyamizmi uni ko'kargan joylarni ko'ramiz. Biz nima qilamiz? Men militsiyamanmi yo ekspertizmanmi yo bir narsamanmi? Nima menga tuhmat qilasanlar? Bitta narsa borki, opa, avaziga gapiradi. Men agar senlarda tuhmating uchunchi qola nimam yo'qda, o'zimni osib olishimni xohlashyapsan. Astag'firulloh. O'shani xohlab kutib turgan bo'lsang, mana qilaman o'sha ishni bugun. Menda hamma takasat bor. Yo'q, menda hamma takasat bor-da. Mana o'sha videolarni olganmiz. Qizimni oqlab beringlar, oqlab beringlar. Farida Yomonligimizni rahmat deb turib. Mana bugun ham SMS orqadan shunaqa qiladimi? Men nima gunoh qildim? Gapirsin onasi. Bo'ldi qiling. Kerak emas. Gap kim nima desa dursin. Biz Alloh uchun qildik bo'ldi. Biz Alloh uchun qildik. Mana Avazbek bilan ham tanishmas edik. Kommentingizga ham yozdim. Bu qiz haqida yomon yozdim. Xudo bor hali ham menga bor. Tashlashgan ekan. Jahlim chiqib ketdi. Eshitib turing. Bularning hayotini Bizning maqsadimiz adolat. Chiqsin. Avazjon, Chiqsin. juda yaxshi bilaman. Bu bola ham biladi juda yaxshi. Endi-da o'tgan odam o'tib ketdi. Bu bolaga ham masalan hech kim yomonlikni tilagani yo'q. Bu bola prosta videoga olyapsiz. Meni jahlim chiqqani, Avazbek jahlim chiqqani videoga olyapsiz-da. Masalan, sizga masalan lekin bu temaga inson yig'ilmadi, to'g'rimi? Bunda yordamingiz ham qilmadingiz, o'zi asosida o'sha davlat tomonidan ketyapti. Siz videoni olib chiqyapsiz-da, ko'rsatyapsiz. Mayli desiz. Kurashganmi Sherzod bilan janjal bo'lib? Seriyasigacha ko'rdim. Men Pyontekda tarjimonlik qilaman. Hamma insoxonalardaman-da. Eshitishgan yo'q. Eshitgan yo'q. Yo'q, eshitishadi, hali yetib boradi. Taniganim uchun Internetni yaxshi bo'lsa. yomon gap bo'lyapti. Mana yaxshi. Siz ham hamma biladi-da, o'ldi ketdi endi-da. O'ldi. Bu qanaqa xayollarga Gapirmanglar, qizni yomon demanglar deyapti. Buni ham hammasini biz siz u kirib gapirmang, qanaqa qiz bo'lsa ham duo qilaylik degan. bo'lgan paytimi? Lazim bu tamdanja siz borganda tamdanja bugun dam kuni bu tamdanja. Noziyning tamdanjasi bugun dam bo'lgan. Bilasizmi? Ha. O'sha odamni dajiman uyg'otdi, bo'lsa ham uni qilib qolib morga shunchaki qildirmaydi. Hech kim bo'lmasa, bilasizmi? O'rtoqlar advokatman deb nima uni hamma joyga ko'rganini aytmading deyapti. Men kimman? Pokiston 20 ta qiz bordi. Pokistonliklar nimani ichidan prostinani tagida qaramanglar dedi. Bizda haqqimiz yo'q. Sizlar kimsizlar? Bizni savol javob qilishga, savol javobga ham berishga meni nimam emas. Men onasiga mana shu advokaturada ishchiman deganim, u advokat deb o'ylagan. O'rtoqlar, bunaqa dasturiydan 4 ta bormanda, 4 ta. Lekin men advokat emasman. Menga dovernost bering. Uni pulini, uni uyini, ana 1,5 million jo'natib berdik onasiga. Shunaqa ishlarini qilishga dovernostsiz men ish qila olmayman deganman, o'rtoqlar. Uni kim bizdan norozi, politsiyaga yozinglar, через advokat yozinglar, Koreyada sudga chaqiringlar, savollarga Kimga o'sha qo'lini izlari, bularni jinoyatini o'sha uyda tekshirib chiqib ketgani, qon nimalari tekshiruvlari, nimasi bo'lsa, kamera bo'lsa, hammasini kelib militsiyaxonada Pyontek militsiyaxonasiga kelib turib, mana Koreyadagilar so'rab ko'ringlar, yo bo'lmasam O'zbekistonda bo'lsa, o'sha O'zbekistonda chiqadigan joyingga chiqib turib, pasolsi orqali bilinglar. Bizga aytmaydi uni. Nimaga bizga tuhmat qilyapsizlar? Biz nimaga buni tarafini olamiz? Nimaga bu? To'xtang, hozir O'zbekistonda turib gapiribsizlar-yu. Sizlar mana shunaqa qilganinglarga biz yaxshilik qilgimiz kelmaydi-yu, o'liklar bundan keyin yoqilib ketadi, o'rtoqlar. Bemalol. O'liklar yoqilib ketadi. Mana profilga qayta yozsin-da. O'lik kim u? Ko'rsatgan. Kim? Shunday charchab. Voy, profil. Gujimi? Prokuratura kanalida gapirdi. Shu odam boshqatdan yozgan ekan. Gugi oltin. Gugi oltimi? O'rtoqlar, o'sha uchun birov o'ldi desa biz endi bormaymiz. Men ham o'zini xohlashyapti ular. Men ko'rsataman. Yaxshilik qilaman deb bormaymiz endi. O'rtoqlar, savol javoblarni через politsiya yozaveringlar. Alloh bilsa bo'ldi. Biz Alloh uchun qildik. Bandasiga отчет berish shart emas. Отчет berish shart emas. Sog' omon bo'linglar. Iloyim adolat chiqsin. Qamalgan qamalsin. Payg'ambarimiz davrida ham bo'lgan bunaqa negativlar, dalshi ham bo'ladi.
hech kimga отчет berishim shart emas. Meni savol javobga politsiya chaqirasizlar. Bizni ayol bo'lib turib, mana shu ayolni gapiryapsizlar-yu, mingta erkak qila olmagan